3-chi bob. Qarindoshlar, so'zimizning oxirida biz uchun duo qilishinglarni umid qilamiz. Rabbimiz haqidagi xushxabar xuddi sizlarga yetgan chog'dikiga o'xshash har qanday yerda tez tarqalsin va hurmat bilan qabul qilinsin. Xudoning bizni razil va yomon odamlardan qutuldirishi uchunmi duo qilinglar. Chunki hammali odam Rabbimiz Ayso Masihga e'tiqod qilgani yo'q. Ammo Rabbimiz ishonchlikdir. U sizlarni mustahkam qiladi ham shaytonning yomonliklaridan saqlaydi. Xudo sizlarning buyurganlarimizni qilayotganliginglar va davomli qildiganliginglar haqida bizga ishonch berdi. Rabbimiz Ayso sizlarni Xudoning mehr muhabbatini texmu cho'nqir tushunishga yetakligay va sizlarni o'ziga o'xshash chidamliq qilg'ay. Qarindoshlar, bizdan olgan ta'limlarga rioya qilmay, kun bo'yi lag'aylab yurganlardan yiroq turishinglarni Rabbimiz Aysoning nomi bilan buyuruymiz. Bizdan qandoq ulgu ilishinglar kerakligini o'zinglar bilisizlar. Chunki biz sizlar bilan birga bo'lganda o'rinliq qilib, lag'aylab yurmagan edik. Hech kimning nenini bekorga yemagan edik. Biz hech qaysinglarga ig'rimizni samaslik uchun tirmishib, kech-kunduzlab ishlagan edik. Bunda qilishimiz sizlardan yordam so'rashqa haqliq bo'lmaganligimizdan emas, balki sizlarga yaxshi ulgu qoldirish uchun edi. Biz sizlarning yininglarda bo'lganimizda sizlarga ishlamagan ishlamaydi degan edik. Lekin oranglarda ba'zilarning hech ish qilmay lag'aylab yurganligini angladik. Ular bekorchilikda boshqalarning ishlariga aralashib yuribdi. Bundaqlarga Rabbimiz Ayso Masihning nomi bilan shundoq buyuramiz va ulardan o'tinib so'raymizki, tinch yashab, amgiginglar bilan non tepib yanglar. Lekin sizlar, qarindoshlar, yaxshi ishlarni qilishdan bo'shashmanglar. Agar ushbu xetimizki so'zlarni qabul qilmaydiganlar bo'lsa, ulardan hazar aylanglar. Ularni uyaldirish uchun ular bilan aralashmanglar. Biroq ularni dushman qatorida ko'may, aksicha ularga bir qarindosh sifatida nasihat qilinglar. Amonlikning manbasi bo'lgan Rabbimiz har vaqt, har joyda sizlarga omonlik ato qilg'ay. Rabbimiz hammanglar bilan birga bo'lg'ay. Menki Pavlus bu oxirgi solimimni o'z qo'lim bilan yozdim. Bu mening hamma xatlarimning o'ziga xos belgisidir. Mana bu mening o'z qalamimdir. Rabbimiz Ayso Masihning mehr shafqati hammanglarga yor bo'lg'ay.